Beldagi og'riqlar bilan kelgan buvijonimizni bizda 3 kun muolaja oldilar. 3 kunlik muolajadan keyin fikrlar bilan bo'lishamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Shu belimda og'riq bilan kelgandim. Og'riqlar kamaydi, mana bir 3 kun ichini oldim. Og'riqlar yo'q. Yaxshi foydasini sezdim. Umurtqada og'riq bo'lganlar kesin foydasini sezdim men. Foydasi bor ekan. Muolajalarimiz yoqdimi? Muolajalaringiz yoqdi. Hali tugamadi. Yana 2 kun kelaman hali. Fizioterapiyalari bor ekan. Kelishlaringizni tavsiya qilaman. Xursandmisiz? Xursandman. Og'riqsiz hayot yaxshimi? Albatta. Biz ham sizni ko'rib xursand bo'ldik. Sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Rahmat sizlarga. Xo'p, rahmat. Hop. Bel og'rig'i bilan azoblanayotgan yaqinlaringlar, adajonlar, buvijonlar, oyijonlarimiz bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani esdan chiqarmaymiz.